Assalomu alaykum. Kecha jahonda sodir bo'lgan ayrim muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. 26 noyabr kuni Oq uy atrofida otib ketilgan Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy gvardiyasi a'zosi 20 yoshli Sara Bekstrom olgan jarohatlari tufayli vafot etdi. Uning safdoshi 24 yoshli Andrew Wolf esa hayoti uchun kurashyapti. Rasmiylar chorshanba kungi otishma yuzasidan terrorchilik bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qilgan. Federal qidiruv byurosi tergov doirasida bir necha manzillarda tintuv o'tkazdi. Gumonlanuvchi 29 yoshli afg'on Rahmonulloh Lakanvaning qarindoshlari so'roq qilindi va qurilmalari musodara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Lakanva Afg'onistonda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi CIA qo'llab-quvvatlagan bo'linmada xizmat qilgan. 2021-yilda ko'chirilish dasturi orqali AQShga kelgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujumchi 357 Magnum revolveridan o'q uzgan va 2 gvardiyachini yaralagan. So'ng boshqa askarlar bilan otishmada o'zi ham yaralangan. U ham hozir kasalxonada og'ir ahvolda. Bosh prokuror Pam Bondi gumonlanuvchiga nisbatan terrorizm bo'yicha kamida umrbod qamoq talab qilishini aytdi. Milliy gvardiya a'zosining vafotidan so'ng u o'lim jazosi talab qilinishini ham aytdi. Hozircha rasmiylar jinoyatning motivi haqida ma'lumot bermagan. Otishmadan 24 soat o'tmasdan immigratsiya siyosati yuzasidan keng ko'lamli tekshiruvlar boshlandi. Ichki xavfsizlik vazirligi Bayden davrida tasdiqlangan barcha boshpana ishlarini, shuningdek 19 davlat fuqarolariga berilgan green cardlarni qayta ko'rib chiqishni boshlagan. Bundan tashqari Donald Trump AQSh tizimi to'liq tiklanishiga imkon yaratish uchun barcha 3-dunyo mamlakatlaridan migratsiyani doimiy to'xtatishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, u o'z postida fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga barcha federal imtiyozlar va subsidiyalar tugatilishi, osoyishtalikka putur yetkazadigan migrantlarni fuqarolikdan mahrum qilish, xavfsizlikka tahdid soladigan yoki g'arb sivilizatsiyasiga mos kelmaydigan har qanday xorijiy fuqaroni deportatsiya qilinishini qo'shimcha qildi. Bishkekdagi KXSHT sammitidan so'ng matbuot anjumanida chiqish qilgan Vladimir Putin Ukrainadagi urush masalasiga to'xtaldi. Uning aytishicha, hozirgacha AQSh bilan olib borilgan muhokamalar hech qanday kelishuv loyihasi haqida emas, balki masalalar majmui haqida bo'lgan. Jenevada AQSh va Ukraina 28 bandni 4 alohida blokka ajratishga qaror qilgan va nusxasi Moskvaga yuborilgan. Umuman olganda, bu kelgusidagi kelishuvlar uchun asos bo'lishi mumkinligiga rozimiz, dedi Putin. Biz Amerika tomoni pozitsiyamizni inobatga olayotganini ko'ryapmiz, deya qo'shimcha qildi u. Putin ayrim masalalar hali muhokama talab qilishini aytdi. Agar Yevropa unga hujum qilinmaslikka oid kafolat xohlasa, Rossiya bunday rasmiy kafolatni berishga tayyor, ammo Rossiya Yevropaga hujum qiladi degan fikr mutlaq bema'ni, dedi Putin. Uning aytishicha, zarurat tug'ilsa, Rossiya jangni davom ettirishga va yana hududlarni egallashga tayyor. Ukraina qo'shinlari ular egallab turgan hududlardan chiqib ketishi kerak. Shunda janglar to'xtaydi. Agar chiqmasa, biz buni qurolli yo'l bilan amalga oshiramiz. Tamom, dedi Putin. Shuningdek, Rossiya prezidenti Ukrainaning hozirgi rahbariyatini noqonuniy deb hisoblashini, shu sababli Kiyev bilan rasmiy bitim tuzish noqonuniy ekanligini aytdi. Uitkov va Ushakov o'rtasidagi qo'ng'iroq yozuvining oshkor bo'lishiga izoh bergan Putin, AQSh rasmiysi Moskvaga yon bosgan degan da'volarni rad etdi. Hong Kongdagi ulkan turar joy majmuasida chiqqan yong'in qurbonlari kamida 94 kishiga yetdi. Bundan tashqari yuzlab odamlar bedarak yo'qolgan. Hodisa yuzasidan qutqaruv ishlari davom etyapti. Chorshanba kuni tushdan keyin yong'in boshlangan bino ta'mirlanayotgan bo'lgan. Uning tashqi qismi bambuk konstruksiyalari va yashil to'r bilan o'ralgan edi. Politsiya qurilish kompaniyasining 3 nafar mansabdorini hibsga olgan. O't o'chiruvchilar hamon qidiruvni davom ettiryapti. Biz 7 binoning barcha xonalariga majburiy kirish choralarini ko'ramiz. Toki boshqa ehtimoliy jabrlanuvchilar qolmaganiga to'liq ishonch hosil qilaylik, dedi yong'in xizmati direktori o'rinbosari Derek Chan. Hozircha rasman 279 kishi bedarak yo'qolganlar ro'yxatida turibdi. Hong Kong rahbari John Lee hukumat aholiga yordam berish uchun 39 million dollarlik jamg'arma tuzishini aytdi. Xitoyning bir necha yirik kompaniyalari ham xayriya e'lon qildi. Ko'ngillilar evakuatsiya qilinganlarga kiyimlar, yegulik va gigiyena buyumlarini tarqatyapti. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an payshanba kuni Rim papasi Leo 16-ni Anqarada qabul qildi.
Erdo'g'an bu tashrifni umumiy zaminimizni mustahkamlaydigan juda muhim qadam deb atadi. Vatikan rahbari birinchi chet el safarida Turkiya va Livanni qamrab olyapti. Anqaradagi prezidentlik majmuasida so'zlagan Erdo'g'an papa tashrifi mintaqaviy va global tarangliklar kuchaygan nihoyatda muhim bir pallaga to'g'ri kelayotganini ta'kidladi. Turkiya prezidenti mamlakatdagi ko'plab shaharlarda masjidlar, cherkovlar va sinagoglar yonma-yon joylashganini eslatdi. Kamsitish va hamjihatlik haqidagi bahslar haqida gapirarkan, Erdo'g'an bag'rakenglik yetishmasligi mojaroni kuchaytiradi. Mojaro esa bo'linish va nafratni kuchaytiradi. G'arbdagi o'sib borayotgan islomofobiya va ksenofobiya ana o'sha o'ta zararli zanjirning ko'rinishidir dedi. Uning aytishicha, Turkiya Papa Leo 16 va uning avvalgi rahbarlarini Falastin masalasidagi qat'iy pozitsiyasi uchun doimo qadrlab keladi. Sharqiy Quddusning tarixiy o'ziga xosligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday tajovuzga qarshi birgalikda harakat qilishda davom etamiz, dedi Turkiya prezidenti. Tomonlar Quddusning tarixiy status quosini saqlab qolish ahamiyatga ega ekanini urg'uladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Bishkekka tashrifida Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmanbek Bakiyevni vataniga qaytarmasligini aytib hazillashdi. Bakiyev ham yaxshi yashayapti, ba'zan mehmonga chaqirsa uyiga borib turaman. Hech qayerga bormaysan, tamom Belarusda yashaysan deb aytganman. Shuning uchun biz uni sizga bermaymiz, dedi Lukashenko Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari savollariga javob berar ekan. Belarus rahbarining so'zlariga ko'ra, Bakiyev Qirg'izistonni juda sog'ingan va iztirobda. Shuningdek, otasining qabrini ziyorat qilmoqchi. Belarus rahbari qirg'izlar o'z prezidentiga bunday qilishga yo'l qo'ymasligini aytdi, shuningdek buni boshboshdoqlik deb atadi. O'ylaymanki, biz bu masalani Qirg'izistonning hozirgi rahbariyati bilan hal qilamiz, deb xulosa qildi Lukashenko. Qurmanbek Bakiyev 2005-2010 yillarda Qirg'iziston prezidenti bo'lgan. U 2010-yilgi aprel inqilobi paytida hokimiyatdan ag'darildi va Belarusga qochib ketdi. Bakiyev 2014-yilda sirtdan sudlandi va namoyishchilarni o'qqa tutgani uchun umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Keyinroq sud jazoni umrbod qamoqdan 30 yilgacha tushirgan. Bugunchalik bizda shu. Ko'rishguncha.